Joriy yilning 5-mart kuni o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining kengaytirilgan yig'ilishida davlatimiz rahbari yosh avlodni tarbiyalashda talaba va yoshlarning korrupsiyaga qarshi loyihalari, startap va innovatsion tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash lozimligini qayd etib o'tgan edi. Mazkur yo'nalishdagi topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Yangi O'zbekiston universitetida antikorrupsiya hackatoni tashkil etildi. Davlatimiz rahbarining korrupsiyaga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda davlat idoralari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarda inson omilini qisqartirish hamda raqamlashtirish orqali turli korrupsiyaviy holatlarga sharoit yaratayotgan omillarni keskin kamaytirish borasida belgilab berilgan aniq vazifalar ijrosi yuzasidan tashkil etilgan mazkur hackatonda respublikamizning barcha hududlaridan yosh dasturchilar, davlat idoralari faoliyati ochiqligini ta'minlash, shu jumladan korrupsiyaning oldini olishga xizmat qiluvchi dasturiy ta'minotlar, onlayn platformalar ishlab chiqish bo'yicha bellashishdi. Bu hackatonda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirok etishi mumkin va hackaton yo'nalishlari bu o'sha davlat xaridlari, sport, sug'urta kabi yo'nalishlarda korrupsiyani oldini olish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha o'zlarining loyihalari bilan ishtirok etishlari mumkin. Jamoalar juda ko'p, qiziquvchilar juda ko'p. 700 dan ortiq butun O'zbekiston bo'ylab barcha hududlardan ishtirokchilar ishtirok etish niyatini bildirganlar bor va bugungi kunda 50 dan ortiq jamoalar ishtirok etmoqda. Albatta buni maqsadi yoshlar o'rtasida o'sha korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishda ham nafaqat g'oliblar, balki o'sha yerda ishtirok etgan har bir talaba shu mavzuni mohiyatini tushunib boradi, muammolarni tushunib boradi va o'zini qanaqadir xabardorligi oshadi. Hackatonning birinchi bosqichida ishtirok etish uchun respublika bo'ylab 650 nafardan ortiq yosh dasturchi ro'yxatdan o'tdi. 3 kun mobaynida ishtirokchilar 3 kishilik jamoa tarkibida o'zaro bellashdi va final bosqichda jamoalarning loyihalari yuzasidan taqdimot va dasturiy mahsulotlari baholandi. Bu yerga olib kelgan loyiha bu Antikor.uz ilovasini ishlab chiqish, ya'ni aholiga, ayniqsa yoshlar qatlamiga korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha doimiy ma'lumotlar yetkazish, ularni taklif tashabbuslarini qabul qilish, qolaversa keyinchalik ushbu ilova orqali maktab o'quvchilariga, universitet talabalariga video darsliklar tashkil qilishdan iborat. Hozirda 1 milliondan ortiq talabalar bor, 6-7 milliondan ortiq maktab o'quvchilari bor respublikamizda. Birinchi navbatda bularni shu loyiha orqali korrupsiyaga qarshi kurash qonunchiligidagi savodxonligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yoshlarning taklif tashabbuslarini yuqori turuvchi davlat organlariga, kerak bo'lsa qonunchilik palatasigacha yetkazishdan iborat. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, IT Park, Yangi O'zbekiston universiteti va boshqa hamkor tashkilotlar bilan o'tkazilgan antikorrupsiya hackatoni 2025 tanlovi yakuniga ko'ra g'olib jamoa joriy yilning sentyabr oyida Gonkongda bo'lib o'tadigan Osiyo yoshlar korrupsiyaga qarshi kurashish hackatonida O'zbekiston nomidan ishtirok etish imkonini qo'lga kiritdi.